savol oddiy qilib aytganda siz uchun marketing nimani anglatadi, Firuz? O'zi marketingning ma'nosi o'sha mana bu biron bir klientni покупательni orig'ini tushunib, unga orig'ini tushungan holda unga yechim berish jarayoni o'zi marketing deyiladi. Masalan, biron bir xaridor sizdan mahsulot sotib olmoqchi, o'sha mahsulotni siz qanaqa qilib yetkazib bera olasiz? O'sha narsani marketing yo'li bilan reklama orqali yetkazib berishingiz kerak, чтобы klient davolim bo'lishi uchun. Tushunarli. Marketingda odamlar eng ko'p qiladigan xatolar bu qaysilari? Menimcha bu sohada anchadan beri ishlaysiz va ularni bilasiz. Eng asosiy xatolardan biri bu marketologlar, asosan o'sha marketingda faoliyat ko'rsatgan insonlar qanaqa qilib tovarni yoki o'zini xizmatini yetkazib berishni bilishmaydi. Shu orqasidan sotuv yaxshi bo'lmaydi, brendni uznavayimizda, ya'ni ahvolda oshmaydi. Ya'ni klientga qanaqa qilib yetkazib berishni tovarni bilishmaydi-da. Bozorda analiz qilishmaydi, tahlil qilishmaydi. Shu orqasidan oxir-oqibat brend samaradorligi susayadi, sotuv ham bo'lmaydi oxir-oqibat. Shunda marketing sohasida analiz qilishni ham bilish kerak. Ya'ni bunda matematikani ham bilish kerakmi? Raqamlar bilan ishlashni bilish kerak. Brendni qanaqa qilib yetkazib berishni bilish kerak. Ya'ni hozirgi kunda bilasiz agar har xil reklama turlari bor. Narujная reklama bor, именно ijtimoiy tarmoqlar orqali sotish reklamalari juda ham ko'p, televizion reklama, bannerli reklamalar juda ham ko'pda, sarafana reklamalar bor. Biza asosan yo'nalishimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama bo'ladi aslida. Biza shu har xil kompaniyalarga Facebook, Instagram, anaqa Telegram kanallar orqali biz ularning brendlarini yurg'izib beramiz. Tushunarli.